Bolamning bo'yi uzun bo'lishi uchun nima qilishim kerak? Bolani bo'y uzunligi 60-80% genetikaga, ya'ni ota-onasini bo'y uzunligiga bog'liq. 20-40% bolani ovqatlanishiga, uyqu rejimiga, sog'lig'iga va boshqa omillarga bog'liq. Bolani bo'yi baland bo'lishiga ta'sir qiluvchi omillar. Birinchisi, bolani o'z vaqtida va yetarlicha uxlashi. Chunki o'sish gormoni kechasi bola uxlaganda ishlab chiqariladi. Bolani kechasi soat 8-10 da uxlashi juda muhim. Ikkinchisi, ovqat ratsionida oqsil, vitamin va mikroelementlar yetarli bo'lishi kerak. Uchinchisi, ayrim sport turlari bolani bo'yini baland bo'lishiga ta'sir qiladi. Masalan, basketbol, voleybol va suzish. Surunkali kasalligi bor yoki stressli holatda yashaydigan bolalarning bo'ylari past bo'ladi. Agar farzandingizning bo'yi o'z tengdoshlaridan past bo'lsa, shifokor endokrinologga murojaat qiling.